Bugungi kunda Surxondaryo viloyatida sportning jamoaviy o'yin turlari hisoblangan voleybol sporti bilan shug'ullanuvchilar soni sezilarli ravishda ortib bormoqda. Surxondaryo viloyati sport boshqarmasi hamda O'zbekiston voleybol federatsiyasi Surxondaryo viloyat bo'limi bilan hamkorlikda prezidentimiz qarorlarida ko'rsatib o'tilgan vazifalar ijrosini ta'minlash yuzasidan tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda Surxondaryo viloyatida voleybol sportiga juda katta e'tibor qaratilmoqda, juda katta imkoniyatlar, moliyaviy, moddiy, ma'naviy qo'llab-quvvatlashlar bo'lyapti. Jumladan Surxondaryo viloyat hokimligi tomonidan, sport boshqarmasi tomonidan imkoniyatlar yaratilib berilyapti. Voleybol sport turini Surxondaryoda rivojlanishi uchun Los-Anjelesda bo'lib o'tadigan yozgi olimpiada o'yinlariga respublikamiz terma jamoasiga munosib nomzodlar yetishtirib berish maqsadida Surxondaryo viloyatida ham ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Jumladan erkaklar jamoasi, ayollar jamoasidan terma jamoalar shakllantirilgan bo'lib, hozirgi kunda viloyat ichki ishlar boshqarmasining sport majmuasida o'quv yig'in mashg'ulotlarini har kunlik olib boryapti. Aytish kerakki, vohaning chekka hududlarida olib borilayotgan seleksiya ishlari, sport maktablari bilan o'tkazilayotgan musobaqalar yangidan-yangi yosh voleybolchilar safining kengayishiga xizmat qilyapti. Bugungi kunda barcha tumanlarimizda 120 nafardan ortiq trenerlarimiz faoliyat olib boryapti. Shug'ullanuvchilarimiz 4,5 mingtadan hozirgi kunda oshdi. Shu jumladan ayollarimiz qariyb 2 mingga yaqinlashdi. Buni hammasi mana sportga bo'layotgan e'tibor. Aytib o'tishimiz kerakki, mana voleybol sport turi jamoaviy o'yin. Jamoaviy o'yinda hamma biladiki, juda yakka sport turlariga nisbatan jamoa bir-birini qo'llab-quvvatlamasa, bir-biri bilan kelishilgan holda o'ynamasa, bir-biri bilan kelishilgan holda mashg'ulotlarni olib bormasa, yuqori yutuqlarga erishish juda qiyin hisoblanadi. Yurtboshimizning e'tiborlari bilan chiqarilgan qaror, farmonlari bilan mana jamoaviy o'yin turlariga ham juda keng e'tibor qaratilyapti. Jumladan mana shu voleybol sport turiga ham yurtboshimizning voleybol sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori misol bo'ladi. Maqsadimiz ham shu bo'lyaptiki, 2028-yil Los-Anjelesda bo'ladigan Olimpiya o'yinlariga ham jamoa o'yin turlaridan albatta to'liq ishtirok etish maqsad qilib qo'yilgan. Ayniqsa xotin-qizlar o'rtasida ham voleybol ommalashib boryapti. Ular ishtirokida o'tkazilayotgan bellashuvlar muhim o'rin tutyapti. O'zbekiston kasb uyushmalari harakatining 120 yillik bayrami munosabati bilan tashkil etilgan musobaqa ham xotin-qizlarning jismoniy imkoniyatlarini yana bir bor sinovdan o'tkazdi. Bugungi kunda Surxondaryo viloyatida ommaviy sport turlaridan biri voleybol sport turidan xotin-qizlar o'rtasida ommalashib bormoqda. Men o'zim mana shu sport turi bilan shug'ullanganman. Yoshligimdan sport zalda katta bo'ldim. Misol uchun, keyin 14 yil davomida sportning shu voleybol turi bo'yicha qiz bolalar jamoalarini tayyorlaganman. Muzrabot tumanida mana shu sport turimiz rivojlangan. Bizda o'zimizning jamoamiz bor. Voleybol sport turidan bizga qo'shilib Muzrabot tumanida tibbiyot birlashmasi, xalq ta'limi, shunga o'xshash barcha tashkilotlarda jamoalar mavjud. Haftaning har shanba kuni biz o'yin tashkil qilamiz. Biz bu sport turidan shug'ullanganimizdan xursandmiz, sog'lommiz, sog'lom onamiz. Maqsadimiz shu sog'lom turmush tarzini shakllantirish. Musobaqalarda hamisha biz yuqori o'rinlarda yurganmiz. Qizlar jamoamiz bor, mahalla yoshlar jamoamiz hammasi kuchli ikkitalikda final bosqichlarida o'ynab kelganmiz. Hozirgi ham musobaqada ham birinchi, ikkinchi o'rinlarni olishda o'zimizni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Mazkur bellashuvda vohaning shahar va tumanlardan saralangan xotin-qizlar ishtirok etishdi. 200 nafarga yaqin sportchilar qatnashgan bellashuvlarni malakali hakamlar jamoasi boshqarib bordi. Muhtaram yurtboshimizning voleybol sport turlarini yanada rivojlantirish to'g'risidagi qaroriga asosan oliy va o'rta maxsus ta'lim sohasida talabalar ligasi, maktabgacha va maktab ta'limi sohasida yoshlar ligasi,
idora va tashkilot muassasa xodimlari o'rtasida rahbar kuboklari musobaqalari tashkillashtirish ko'zda tutilgan hamda klublarni ochish, har bir viloyatlarda klublar, har bir maktablarda klublar tashkil qilish belgilab berilgan. Shu maqsadda hozirgi kunda chempionat kuboklarini o'tkazgan bir qatorda hozir idora va tashkilot xodimlari o'rtasida mana madaniyat, turizm, kasaba uyushmalari birlashgan qo'mitasi bilan kelishilgan holda, sport boshqarmasi bilan kelishilgan holda hozir viloyat bo'yicha ishchi xodim ayollar o'rtasida viloyat turniri bo'lib o'tyapti. Bellashuvlar ko'rib turibsiz, juda murosasiz. Har yilgidan ham juda yuqori kayfiyatda o'tyapti. Chunki deganda hozir kuchlar teng. Hozir har bir tumanga e'tibor qaratilgan voleybol sohasida. Shuning uchun har bir tumanda juda kuchli sportchilar kelgan. Hozir oldindan ayta olmaymiz endi kim g'olib bo'ladi, kim mag'lub bo'ladi. Kuchlar teng. Uchrashuvning final bahslari, tezkor o'yinlar hamda bir qator kombinatsiyalarga boy tarzda o'tdi. 3-o'rin uchun kechgan bellashuvda Muzrabot tumani jamoasi Sherobod tumani xotin-qizlari ustidan ochkolar hisobida g'alaba qozondi. O'zbekiston kasaba uyushmalari harakatining 120 yillik bayrami munosabati bilan o'tkazilgan uchrashuvning final bahsida Termiz shahri xotin-qizlari Sarosiyo tumani jamoasiga qarshi o'yinga tushdi. Qiziqarli kechgan musobaqada yaqqol ustunlik bilan Termiz shahri jamoasi g'alaba qozondilar. Bu musobaqa biz uchun juda ham qiziqarli o'tdi. Biz bu o'yinda faxrli birinchi o'rinni oldik. Nasib bo'lsa, mana shunaqa musobaqalarimiz ko'p bo'lishini so'raymiz. Ayollarga musobaqa o'tkazib berayotganlarga va bizni taqdirlab, motivatsiya berib tashkilotchilarga rahmat. Hamma raqib jamoalarimiz kuchli edi. Eng kuchli komandalar asosiy 3 ta komanda qoldik. Sarosiyo, Muzrabot, Termiz shahri. Birinchi o'rinda Termiz shahri oldik biz. Sport ayollar uchun juda zarur deb o'ylayman. Masalan, ayollar sport bilan shug'ullangan ayollar sog'lom bo'ladi. Biz sport bilan shug'ullanganligimiz uchun dori-darmonlarga, doktorxonalarga ishimiz tushmaydi. Juda ajoyib, kayfiyatlar a'lo. Bizning jamoamiz har doimgidek Termiz shahrini jamoasi bo'lib o'ynadi va g'alaba qozondi. Bizga hozirgi ayollarga e'tibor, mana shunday sog'lom muhitni yaratishda asosan ayollarimiz farzandini oilasidan bo'sh vaqtlarida sport bilan shug'ullanib, mana shunday musobaqalarda ishtirok etib kelmoqda. Kayfiyat a'lo. Bugungi taassurotlar juda yaxshi, juda kuchli. Hammamiz sog'lom turmush tarzini yaratmoqdamiz. Bundan da musobaqalarimiz ko'paysin, bizga yanada imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Voleybol sporti asosan bizni birlashtiradi, bitta kuch qiladi, bitta jamoa qiladi. Hamma joyda birinchi o'rinlarni olib, oliy o'rinlarga chiqmoqdamiz. Shunday qilib, birinchi o'rinda Termiz shahri jamoasi qo'lga kiritgan bo'lsa, ikkinchi o'rin Sarosiyo tumani vakillariga nasib etdi. Muzrabot tumani xotin-qizlari 3-o'ringa loyiq deb topildi. Musobaqa yakunida g'oliblar diplom va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar. Shuningdek, musobaqada yaxshi natijalarni ko'rsatgan bir guruh xotin-qizlarga nominatsiyalar bo'yicha musobaqaning esdalik sovg'alari topshirildi. Aytish kerakki, ushbu musobaqalarda ishtirok etayotgan xodimlar o'zlari uchun yuqori tajriba orttirib, kelgusida sog'lom turmush tarzini yanada qaror toptirishga o'z hissalarini qo'shishlari shubhasiz. Qolaversa, bu kabi bellashuvlar sportning voleybol turini yanada ommalashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.